Dünya futbolchilig'ining yeshillik dengizida necha avlod shahla bo'lib o'tdi. Lekin chimliqdagi kichik ziyrak faqat u birla. Futbol tarixiga ishkirilib kirsak, uning nuqul bir maydon musobaqa bo'lib qolmay, quyuq saltanatlik purqinimi bayqaymiz. Ronaldinho u bir shadamon futbolchi. Mastonalarga nisbatan u futbolning xushalliq, huzur buluqi. U kasbiy hayotida shaxsiy shon-sharaf bilan bak hisoblashib o'ltirmagan. Hali ham uni eslaganimizda uning har daqiqadagi sodda, sabiy tabassumi ko'z oldimizda jilvillanib turdi. U tarixdan buyongi samba futbolchiligining eng saltanatli usulchisi. Futbol munberiga nazar solsak, Miyacha Shayi, Mokam Shayi, Milan shahzodasi, Rim shahzodasi, yana Tag'ilot shahzodasi degandek xos nomlar berilgan cho'lponlar bo'lib o'tdi. Biroq bir haqiqat shuki, shularga yoki shu nomlarga loyiq o'xshash munavvar avlodlar paydo bo'lgandan keyin ularmo birdan-bir sanalmay qoldi. Agar shu xos nomlarga birdan-bir boshqasi yo'q degan nomzod izdalsa, undaqda Ronaldinhoga berilgan mushu kichik zirak degan nomlar munozir talab qilmas desam o'shiq ketmas. U Aligri portidagi futbol kayfiyati qo'yuq bir shaharda tug'ilib, kichkidilla futbolga kuchlik ishtiyoq bog'laydi. 6 yosh vaqtida uning dadasi hayronlik ichida uning futbolga bo'lgan sezimining aksidan xeyli eshib ketganligini bayqab, uningdan zo'r umidlarni kutib, uningga Yevropada bir oltin to'plik lo'nqining borligini, uning futbolning shon-sharaf cho'qisi ekanligini aytib, faqat Ronaldinhoning o'zini xushal tutib to'p tepishini davomlashtirsalar, bu eng yuqori sharaf lo'nqisining uningga mansub bo'ladiganligini deydi. Dal mushundaq turtki ostida Ronaldinho o'smirlik davrida zo'r muvaffaqiyatga erishdi. Hatto 13 yosh bosqichidagi bir maydon musobaqada u 23 to'p kirgizdi. 1997-yildagi xalqaro U17 yoshliklar dunyo lo'nqisida Braziliya komandasini yetaklab chempionlikka erishdi. Ham ilg'or ifodasi bilan har qaysi nopozlik gazetlarning bosh betidan o'rin oldi. 1998-yili amdila 18 yoshga kirgan Ronaldinho Braziliya Grêmio komandasiga yo'tkildi. Hem bu yerdagi qaltis ifodasi bilan davlat komandasiga tanlanib 99-yildagi Amerika qit'asi lo'nqisi chempionligiga erishdi. Shuning bilan Yevropadagi nurg'un zardarlar uningga yo'tkilish taklifi berdi. Xalqaro Milan, Arsenal va Barcelona. Biroq u hammaning o'ylimiga yerdan chiqib 2001-yili Parij Saint-Germainga yo'tkildi. Garchi u Parijda yaralanish azobiga uchragan bo'lsa-mu, lekin o'ynaganligi musobaqasida kamolatga yetgan to'p mahorati bilan mastonalarga nurg'un nadir ko'rinishlarni taqdim etdi. Uning to'pni ilib mengib, yarim maydondan uchqandek yugurib, eng oxirgi bir mudofiachini aldab o'tgandagi ko'rinishi Parijga qoldirgan eng oxirgi hashamatlik ko'rinishi bo'lib qoldi.